Moliyal konsentratsiya. Xo'p, moliyal konsentratsiyani misollarini ishlashdan avval umumiy formulalarni va qoidasini bir takrorlab olsak. Moliyal konsentratsiya deb nimaga aytiladi? Moliyal konsentratsiya deb 1 kilogramm yoki 1000 gramm erituvchida erigan moddaning miqdoriga aytiladi. Xo'p, buni topish formulasi S ml bilan belgilasak, n taqsim m bo'ladi. Bu yerda n erigan modda miqdori, m esa erituvchi massasi. E'tibor beradigan joyi pastda erituvchini massasi bo'ladi. Umumiy eritmani massasi emas. Xo'p, bu yerdan n ni topish uchun S ml ko'paygan m, xo'p, erituvchi massasini topish uchun esa xo'p n taqsim S ml formulalardan foydalanamiz. Xo'p, endi birinchi masalani ishlasak. 200 gramm suvda 0,4 mol natriy xlorid erishidan hosil bo'lgan eritmaning moliyal konsentratsiyasini aniqlang. Xo'p, 200 gramm suv, ya'ni erituvchi, bu kilogramga aylantirsak 200 ni 1000 ga bo'lamiz, 0,2 kilogramm bo'ladi. Erigan modda miqdori esa n teng 0,4 mol natriy xlorid ekan. Endi moliyal konsentratsiyasini topsak, modda miqdori 0,4 ni bo'lamiz, erituvchini massasini kilogramda 0,2 ga. 0,4 ni 0,2 ga bo'lsak, 2 mol taqsim kilogramm degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. 2-birinchi masala. 50 gramm suvda 1 gramm natriy gidroksid eritilishidan hosil bo'lgan eritmaning moliyal konsentratsiyasini aniqlang. Xo'p, umumiy eritmada 1 gramm natriy gidroksid erigan, natriy OH va 50 gramm suv erituvchi H2O. Xo'p, suvning massasi grammni kilogramga aylantirish uchun 1000 ga bo'lsak, buni qisqartirib kasr ko'rinishida qoldiraveraman. Xo'p, 1 taqsim 20 bo'ladi. Natriy gidroksidni molga aylantirsam esa mana bu kilogramda 1 grammni bo'laman 40 ga. Shunda 1 da 40 ga bo'lsa molga aylanadi. Shuni 1 taqsim 40 molgacha qoldiraman. Xo'p, endi moliyal konsentratsiyani topish uchun erigan modda miqdori 1 taqsim 40 ni bo'lishim kerak erituvchi massasini kilogrammiga 1 taqsim 20 ga. Kasrlarni bo'lish qoidasiga ko'ra 1 taqsim 40 ko'paygan 20 taqsim 1 bo'ladi. Bu 20 taqsim 40, 20 ni 40 ga bo'lsam 0,5 mol taqsim kilogramm degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob B varianti. 3-birinchi masala. 75% temir uch sulfat eritmasining moliyal konsentratsiyasini mol taqsim kilogrammda hisoblang. Xo'p, eritma desak idishda. Xo'p, bunda yo suvni yoki temir uch sulfatni massasini tanlab olish kerak. Shu sababli men temir uch sulfatni eritmada 1 mol bor deb tanlab olaman. Xo'p, temir uch sulfat 1 mol bor deb olsak. Xo'p, 1 mol temir uch sulfat 400 gramm bo'ladi. Temir uch sulfatning foizi 75% ekan. Demak, eritmada temir uch sulfat 75% bo'lsa, erituvchini foizi demak 25% bo'lgan. 25% qancha gramm bo'lgan? Xo'p, 25 da 400 ga ko'paytirib 75 ga bo'lsam, xo'p, buni kasr ko'rinishida yozaveraman. Kalkulyatorsiz hisoblashni o'rgatib ketaveraman, bir yo'la osonroq bo'ladi. Bu 400 taqsim 3 degan javob chiqadi grammda erituvchi massasi. Buni kilogrammga aylantirish uchun 1000 ga bo'lish kerak. Hop, 400 taqsim 3 ni bo'lsak
1000 ga. 1000 taqsim 1. Teng bo'ladi bu 400 taqsim 3 ko'paygan 1 taqsim 1000. Teng 400 taqsim 1000. Qisqartiradigan bo'lsam nollar qisqaradi. Teng 4 taqsim yo'q, mana bu 1000 ni cho'g'irsak bu yerda 3 bo'lishi kerak. 4 taqsim 30 kilogramm ekan. Buni kalkulyatorda ham hisoblasa bo'ladi. Shunchaki qo'lda hisoblash menimcha hammaga qulay. Endi buni hisoblaymiz. Molyar konsentratsiyani topish uchun N taqsim M kilogrammda erituvchi massasi teng temir sulfat 1 mol edi. Bo'laman uni 4 taqsim 30 kilogrammga. Bu teng bo'ladi 1 ko'paygan 30 taqsim 4. Teng 30 taqsim 4 chiqadi. 30 ni 4 ga bo'lsam, 7 ta 5 ta 7,5 tadan. Demak 7,5 mol taqsim kilogramm degan javob chiqar ekan. Demak to'g'ri javob C varianti. 4-birinchi masala. Molyal konsentratsiyasi 6,25 mol taqsim kilogramm bo'lgan natriy gidroksid eritmasining foiz konsentratsiyasini hisoblang. Xo'p, demak eritmada molyal konsentratsiyasi 6,25 mol taqsim kilogramm ekan. Xo'p, endi men erituvchini massasini 1 kilogramm deb tanlab olaman. M teng 1 kilogramm suv deb tanlab olsam, demak erigan modda miqdori qancha bo'ladi? C ml ko'paygan M. Ya'ni 6,25 ko'paygan 1 teng 6,25 mol natriy gidroksid erigan ekan. Uni massasi qancha bo'ladi? 1 mol natriy gidroksid 40 gramm bo'lsa, 6,25 Xo'p, 6,25 ni 40 ga ko'paytiramiz. 0 0 ikki dilda 0 bir dilda 5 2 250 gramm bo'lar ekan. Demak umumiy eritma massasi qancha bo'lgan demak? M' teng 1 kilogramm ya'ni 1000 gramm erituvchi plus 250 gramm erigan modda massasi jami 1250 gramm. Foiz konsentratsiyasini topish uchun erigan modda massasi 250 ni bo'lamiz 1250 ga ko'paytiramiz 100 ga. Xo'p, 20% degan javob chiqar ekan. Demak to'g'ri javob B varianti. Xo'p, 5-birinchi masala. 20% kalsiy bromid eritmasining molyal konsentratsiyasini aniqlang. Xo'p, foiz konsentratsiyasi 20%. Kalsiy bromid. Xo'p, erigan modda miqdorini 1 mol deb tanlab olsam, 1 mol kalsiy bromidim 200 gramm bo'ladi. Shu 200 grammimiz 20% ekan. Xo'p, erigan modda 20% bo'lsa, demak erituvchimiz 80% bo'lgan. 200 grammimiz 20%, 80%imiz qancha? Proporsiyada hisoblasak 800 gramm. Erituvchini massasini kilogrammga aylantirish uchun uni 1000 ga bo'lsak, hop, 2 ta 0 qisqarsa 8 taqsim 10 kilogramm ekan. Endi molyal konsentratsiyani topish uchun 1 molni bo'laman erituvchini massasiga 8 taqsim 10 ga. Teng bo'ladi 1 ko'paygan 10 taqsim 8 ga. Bu teng 10 taqsim 8. 10 ni ichida 8 1,25 ta bo'ladi. Demak javob 1,25 mol taqsim kilogramm. Demak to'g'ri javob A varianti. Xo'p, 6-birinchi masala. 200 ml eritmada zichligi 1,2 gram taqsim millilitr bo'lgan eritmada 80 gram kalsiy bromid erigan bo'lsa, eritmaning molyal konsentratsiyasini aniqlang. Demak, eritma hajmi 200 ml, zichligi 1 taqsim 2 gram taqsim millilitr. M' topadigan bo'lsam, 1,2 ko'paygan 200 teng 240 gram ekan. Erigan modda massasi, ya'ni kalsiy bromid massasi 80 gram bo'lsa, uning ichidagi erituvchi necha gram? 240 dan ayirsam 80 ni
160 gram erituvchi bor ekan. 160 gram, ya'ni bu 160 ni 1000 ga bo'lsam, hop 16 taqsim 100 kilogram erituvchi. Hop, kalsiy bromidni modda miqdorini topsam, n teng 80 taqsim 200. 8 taqsim 20, 4 taqsim 10. Hop, yana ham qisqartirsak 2 taqsim 5 mol ekan bu. Moliyal konsentratsiyani topish uchun modda miqdori, erigan modda miqdorini 2 taqsim 5 ni bo'laman. Hop, 16 taqsim 100 ga. Teng 2 taqsim 5 ko'paygan 100 taqsim 16. 5 ni 20 ga 5 ni 5 ga bo'lsam 1, 100 ni 5 ga bo'lsam 20. 2 ni 2 ga bo'lsam 1, 16 ni 2 ga bo'lsam 8. 20 ni 8 ga bo'lsam 2,5 tadan bo'lar ekan. 2,5 mol taqsim kilogram degan javob ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. 7-birinchi masala. 16 gram sulfat angidridning 23,6 gram suvda erishi natijasida hosil bo'lgan eritmaning moliyal konsentratsiyasini aniqlang. Demak, idishda 23,6 gram suv bo'lgan. Unga 16 gram isovch qo'shilibdi, sulfat angidrid. 16 grami necha mol bo'ladi bu? 16 ni bo'lsam 80 ga 0,2 mol bo'lar ekan. U suv bilan reaksiyaga kirishsa, H2O plus SO3 H2SO4 chiqadi. Bu 0,2 molga 0,2 mol suv reaksiyaga kirishgan va 0,2 mol sulfat kislota chiqqan. Demak, eritma tarkibi o'zgaradi. Yangi eritmada endi sulfat kislota bor, erigan modda sifatida 0,2 mol. Suv bor erituvchi sifatida. Idishda 23,6 gram suv bor edi. Uni qanchasi reaksiyaga kirishdi? 0,2 mol. 0,2 mol suvning massasi, buni 18 ko'paytirsak 3,6 gram bo'lar ekan. 23,6 dan 3,6 ni ayrsam 20 gram suv qolibdi bu yerda. Uni massasini kilogramga aylantirsam, hop 20 taqsim 1000 teng. Hop, buni qisqarsam nollar qisqaradi. 1 taqsim 50 kilogram. Endi moliyal konsentratsiyani topish uchun ml teng 0,2 ni 2 taqsim 10 deb yozaman. Bo'lingan 1 taqsim 50 teng 2 taqsim 10 ko'paygan 50 taqsim 1. 0 ketdi. Hop, 2 ni 5 ga ko'paytirsam 10 mol taqsim kilogram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. 8-birinchi masala. 23 gram natriy qanday massadagi suvda eritilganda moliyal konsentratsiyasi 10 mol taqsim kilogram bo'lgan natriy gidroksid eritmasi hosil bo'ladi. Demak, idishda X gram suv bo'lgan. Unga 23 gram natriy qo'shilgan. 23 gram natriy 1 mol bo'ladi. Suv bilan reaksiyaga kirishsa u natriy plus H2O natriy gidroksid plus odor chiqadi. Reaksiyani tenglashtirish uchun 2 qo'yamiz. Hop, buni ikkisida 2 mol suv reaksiyaga kirishar ekan. Hop, 2 mol natriy gidroksid chiqar ekan. Bizda esa 1 mol berilgan. 1 mol suv reaksiyaga kirishgan. 1 mol natriy gidroksid chiqqan. 1 mol suv, ya'ni 36 gram suv reaksiyaga kirishib ketdi bu yerda. Hop, endi yangi eritma hosil bo'ldi. Yangi eritma tarkibida natriy gidroksid erigan modda 1 mol. Suvning massasi esa suvning massasi noma'lum. Bu yerdagi yangi eritmadagi suvning massasini A gram deb olsam, A kilogram deb olay. Shunda moliyal konsentratsiya 10. Demak, 10 teng 1 molni bo'lsam A kilogramga. Demak, 10 A teng 1, A teng
1ni 10ga bo'lsam 0,1 kilogramm. Ya'ni 100 gram suv yangi eritmada qolgan. Demak, 36 gram suv reaksiyaga kirishgan bo'lsa, bu yerda esa 100 gram suv qolgan bo'lsa, dastlab jami qancha suv bo'lgan? Dastlab x teng bo'lgan 36 debman. Reaksiyada 1 mol suv kirishganki, u 18 gram bo'lgan. X teng, demak 18 plus 100 teng 118 gram dastlab suv bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. 9-birinchi masala. 250 gram 20% natriy gidroksid eritmasiga 10 gram sof natriy gidroksid qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning moliyal konsentratsiyasini mol taqsim kilogramda aniqlang. Dastlab M' teng 250 gram. 250 gram. Hop, foiz konsentratsiya 20%. Erigan modda massasi esa 250 ko'paygan 0,2 teng 50 gram dastlab natriy gidroksid erigan bo'lgan. Erituvchi massasi esa 250 dan 50 ni ayirsak 200 gram erituvchi, ya'ni 200 gram suv bo'lgan. Endi bunga 10 gram sof natriy gidroksid qo'shilsa, yangi eritma hosil bo'ladi. Yangi eritmada erigan modda massasi, ya'ni natriy gidroksid massasi 50 ga 10 ni qo'shsak 60 gram bo'lib qoladi. Buni modda miqdori 60 taqsim 40 teng 1,5 mol bo'lgan. Erituvchi, ya'ni suvning massasi esa o'zgarmagan. H2O 200 gramligicha qolgan. Uni massasini kilogramga aylantirsak, 200 ni 1000 ga bo'lsak 0,2 kilogram. Endi moliyal konsentratsiyani topish uchun modda miqdori 1,5 ni bo'lsam 0,2 ga 7,5 mol taqsim kilogram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C variant.